Okey bo'ldi. Bu yerda ham daraxtlar bo'lsa, bu yerda daraxt chopsa 30 ta bo'ladi. Xo'p, 30 ta bo'lsa ancha yaxshi bo'lardi. Okey, yana ikkita chiqib qoladi. Chiroqsiz shu bitta yetmay qoldi. Xo'p, yana bitta olishimiz kerak. Mayli, mana bu daraxtcha olaveramiz. Okey, mayli, qolgani ham chop qo'yib, buni qilmasa endi chirib olib ketadi. Xo'p, bo'ldi, daraxtlar chopdim. Yo, barcha salom bo'ladi. Sizlar bilan men Flox bo'ladi. Sizlar yaxshimisizlar? Bizning qishloqdagi sarguzashtlarimizga xush kelibsizlar bo'ladi. Xo'p, korotchi, men hozir daraxt chopaman, chunki menga daraxt kerak bo'ladi. Hali qishloqqa kelib uyaldim, korotchi. Xo'p, normalniy bir yo'lga o'tilichi. Xo'p, naryoqda qishloq, xo'p, meni ko'rib turganlar yo'q. Siz nima bu? Nima bu bolalar? Qon qanaqa turib badbu hid. Chinursin qayerga tushib qoldim. Men bu nima qandaydir qilib yutib olishimiz kerak. Skelet yo'q, qon deb ketdim. Bu bo'ldi bu yerda. Nima bu qandaydir xarita va ustida xanjar deb yutib olamiz bo'ldi. Kalitmi bu qanday oltin davolaylikmi bola? Chinursin oltin davolaylikmi? Oltin kerak bo'ladi bizga, pul kerak. Qanaqadir nima bu? Chinursin mayli, oltin davolayveramiz. Tursin nima bo'ladi? O'zi kichkinagina joy ekan, nima o'zi puli? Skelet o'zi kimniki ekan? Chinursin biz tezroq yetib qolishim kerak. Chinursin hammasini qanday tushib ketib qoldim, o'zi qanday ko'rmagan bo'lishim mumkin Chinursin. Yo'q, qo'yib chiqib olamiz do'stlar bilan. Chiq, bu ham qo'yilmayapti, nekrab bo'ldi. Bo'ldi. Toza havo qanaqadir badbu hid kelayotgan edi hozir. Chinursin bo'ldi. Qanday narsa bor, korotchi bu yerda. Oltinni ovoldik, ish qilib yo'llanmagan bo'lsa bo'ldi. Oltinda bo'ldi, yomon boshim og'rishni boshladi. Mani cho'tdan nimadir korotchi bo'ldi. Mayli, uyga borib biz narsalarimizni olishimiz kerak. Okey, bo'ldi. Yo'g'ochlarni qo'yib qo'yaman-da, uyga keldi. Bo'ldi, yo'g'ochlarni qo'yib qo'yaman-da, bo'ldi hozir. Men ish qurolimni olib, огородimni chopaman. Okey, bo'ldi. Chinursin boshim yomon og'riyapti. Bo'ldi, nimadir bo'ldi menga shu hozir. Mayli, tezroq ishimni qilib olishim kerak. Keyinchalik yotib dam olaman, mayli. Chinursin ish qilib yo'llanmagan bo'lsa bo'lgani, qolgan hammasi kutib turgan joyim bor. Bo'ldi. Eng qizig'i boshim og'riyotgani meni juda hayratlantiryapti. Aynan hozir og'rishni boshlab qoldi nimagadir. Mayli. Ularning hammasini olishim kerak tezroq. Okey, bo'ldi, bu taraf ham normalniy. Uyga kira olamiz. Bo'ldi. Yop. Bo'ldi, ishlarim bo'ldi. Men bu yerga narsalar qo'yib qo'yishim kerak. Hop, keyingi oy bundan merga olib chiqib beraman. Bo'ldi, xo'p. Vobshe borku, ko'zim g'alati bo'lib ketdi va umuman nima desam bo'ladi, charchaganday bo'lib qolaman. O'zi birozgina ish qildim, xolos. Biroz yotib dam olmasam bo'lmaydi, cho'ta mayli. Ketdim, uxlayman. Uyg'onib ketdim. Shunaqa ham qo'rqinchli tush bo'ladimi? Qanday zo'r maxluq oltinlarimni baqirayotganmidi? Chiqib, cho'chiga chiqib, toza havodan nafas olib kelmasam bo'lmaydi, cho'ta. Kiyishida so'la. Nima bu? Chinursin qandaydir maxluqmi bo'ldi? Sizlar ko'rdinglarmi? Kirib chiqaraylikchi. Bo'ldi, yo'qolib qopti. Chinursin hozir bu yerda turgandek-ku. Nega qayerga ketdi Chinursin? Yaxshi bo'ldi, ko'chaga chiqmaganim ma'qul, chunki ko'chada meni vobshe taqiladi va o'zim ham cho'chib ketaman. Chinursin nima qilishni bilmayman. To'rt bola uxlaydigan bo'lsam, tushimga kirib chiqsa-chi yana. Mayli, balkim o'ldirib ketarmi? To'rt bola vobshe cho'chib ketaman. Mayli, biroz uxlab olaman. Umid qilamanki tushimga kirmaydi. Yaxshi uxlab turib oldim. Okey. Yaxshi. Nima bu? Ko'zimga ko'rinyaptimi? Xo'p, sekin qaraymiz. Sekin. Pulni ketibdi-yu. Chinursin bu yana meni qanchagacha taqib qilmoqchi? Nima do'zi bu? Chinursin. Yana qanaqadir oltinlar haqida gapiryapti.
yaxshi hozir bo'laman. Mer oldiga boraman deb o'ylayman. Hammasini merga aytib bermasam bo'lmaydi chunki вообще qo'rqib bo'lman. Haligacha boshim og'riyapti. Sinirsan hozir oltinni ham oladi. Bu oltin ham вообще kerak emas menga borgu. Merga tashlab kelaman kerakchi yo'qchi. Tekshirib borishim kerak. Sinirsan yana qanaqa oltinlarmi sinirsan jitil tushunsan. Men joydan o yaxshi. Mer jumsi saqlashmas kirdim. Kirchi qarang bitta muammo bor. Ha, yana qanday muammo? Qarasha men daraxt chopayotganimda naryoqda keyin qanaqa chuqurlikka tushib ketdimda, keyin mana bu oltinni topib oldim va oltinni oldim. U yerda skelet ham bor edi qandaydir va o'shandan beri mana qanaqa maxluq meni nimadir kuzatib yuribdi. U yerda qaysidir o'lik odamning skeleti bor edi. Qishda biroz kimdir yo'qolib qolmaganmidi bironta. Yo'q, lekin bir oldin bitta jiddiy shaxtachi bo'lardi. U oltinlarni juda ham yaxshi ko'rardi va ana shuni yo'lda hech narsadan toymasdi. U lekin keyin bedarak yo'qolib qolgan. Shundaymi? Xullas kirchi nima bilmadim, uni oltinlarni men olgandim. U yerda skelet turganda, balkim uni skelet emasdir, to'g'rimi? Bilmadim to'g'risi, mana bunday ishlarga aralashtirma. Kirchi menga bu oltin kerak emas. Xullas bir oltinni o'z o'luri menga вообще kerak emas. U qanaqa aralashtirmaslik xullas kirchi bo'ldi. Bo'ldi oltinni menga berib qo'ydim, ish qilib meram tinch yursin-da. Mayli. Chinursa hammasini chinursa nimaga tushdim o'zi yo'qga. Qanday tishib shaxtachi ham shu yerda tishib bekitib qo'ysa bo'lmasmidi? Shuncha muammolar bo'lmasdi ish qilib. Chinursin kerakchi hammasini. Ish qilib mertinch bo'lsin-da. Mayli men bu kompyuterda o'tirib biroz Discordda bolalar bilan gaplashib o'tiraman. Okey, Discordga kiramiz. Mayli bolalar uyga ketishdi, hammalarga qayerga gaplashamiz. Kirji hozir bolalar nima bo'ladi? Hozir oltinchi kelganimga ancha yaxshi bo'ldim. Boshim og'riyam biroz qolgan. Mayli biroz ulovlamiz uyga tushibdi. Mayli yaxshi deb o'ylayman hammalar. Yana bir hammaga salom bolalar. Sizlar yaxshimisizlar? Ertalabdan turib oldim men kirchi hozir. Ular shu eshitilyapti. Chutda nima turib bo'g'ij yetilla merdolda to'planib olish ish qilib tinchlik bo'lsin-da. Xo'p, mayli bolalarga boramiz. Xo'p, o'tga chinursan berib to'layli. Yetilla nima bo'lyapti? Vlog, sen xabar bor, men o'lib qopti. Nima hazillashyapsanmi? Mer o'lib qopti dedimi? To'g'ri ichkari kirmasa bo'lmaydi. Ichkarida jitil tushunsan oltin. Qonni bu oltin axir. Chinursan hammasini jitil nima bo'ldi? Mer bedarak yo'qolgan, lekin bu yerda qonlar va oltin bor. Bedarak yo'qolgan qonlar merniki ishonchinglar bormi? Chinursan axir bu oltin. Nimalar bo'lyapti? O'sha mer ham o'lib ketdi shuni orqasidan. Jitil, sen shu odamsan. Va nihoyat turdingmi Vlogs? Menga nima bo'ldi? Xullas bu yerda rosa 4 kun uxlading, to'g'risi. Seni nima qilishni bilmading, hushingdan ketib qolding. Yo'q, 4 kun. Chinursan hammasini mer ham o'ldi. Ha, afsus, xuddi shunday bo'ldi. Unda bo'lsa senga rahmat, ketishim mumkin. Xo'p, mayli, o'zingni ehtiyot qil. Chinursan hammasini вообще turgim kelmayapti-yu. Kim kirdi, jitilsanmi? Oltinlarimni qaytar. Yo'qol, nima bo'lyapti? Yo'qol, Chinursan ko'zimga ko'ryaptimi? Yo'qol. Chinursan hammasini yana meni ta'qib qilishni boshladi. Chinursan nega nima qilaman bolalar? Mer ham o'ldi. Nima qilsam ekan? Hech narsani bilmayman. Nima qilishni ham bilmayman. Yo'q, yana deraza tarafda turibdi Chinursan. Nima bo'ldi menga? Jitilsan shu odamsan. Vlogs turdingmi? Turib oldim. Menga nima bo'ldi? Sani ko'chada hushsiz holda topishdi. Kutish mumkin. Aytgancha maxluq nima bo'ldi? Senga aytgandim-ku. Men o'lgandan bir kundan keyin politsiyalar kelib ham yo'qni tintishdi va sen aytgan chuqurlikni oldiga borib qarashdi va o'sha jiddiy shaxtachi bo'ldi. Jiddiy shaxtachi haqida sen bilarmiding? Oltinlarni olishdan oldin bilmasdim, lekin keyin mer aytib bergandi o'limidan oldin. Xullas, uni skeletini hozir olib qabrga ko'mishgan. Hozir u ancha yaxshi. Oltinlar ham hozir musodara qilingan davlat mulki. Endi nima bo'ldi? Ruhi nima bo'ldi?
Ruhimi unisini bilmadim to'g'risi. Menimcha u ham hozir ancha yaxshi bo'lsa kerak. Ruh endi menimcha bizni ta'qib qilmaydi. Umid qilamanki shunday, lekin men o'lgani yomon bo'ldi-da. Ha, endi mayli, peshonada yozilgani bo'ladi-da. Ha, mayli, sen shu yerda kutib turgan ekansan. Senga katta rahmat. Bugun kechqurun chiqarsan, o'zim senga iftorlik qilib beraman. Ha, mayli, rahmat qo'yur. Endi bizni qo'shnimiz-u. Ha, mayli, ketsang bo'ladi. Bo'ldi, hozir eshitganinglar-da, o'sha ruhim tinchibdi, ancha yaxshi. Bundan juda ham xursandman. Endi tinch va osuda yashayman degan umiddaman. Xo'p, bo'lmasa men hozir tashqariga chiqib biroz nimani oldiga boraman-da, bet-qo'llarimni yuvib kelaman. Okey, bo'ldi. Shu bilan videoni o'z nihoyasiga yetkazamiz. Hammaga xayr, sog' bo'linglar, omon bo'linglar.